Assalomu alaykum akalar. Bugungi havo shamol bo'lishiga qaramasdan sizlarning e'tiboringizga katyolarimizni ko'rsatib o'tish uchun yetib keldik. Akalar, ko'rib turgan katyolaringiz 150 kvadrat orqa kitob hisoblanadi. Har doim aytaman, har videoda aytaman, katyolimizda listi, to'rtlik list akalar. Uncha-munchasi bunaqa qaviydi ichiga uchlik uradida, tashqi ko'ylak to'rtlik qilib shu hisobiga to'rtlik bo'lib ketadi akalar. Akalar, 300 katyolarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Taxlab qo'yganmiz aka. Bitta ko'ring aka. Chiroyiga qarang chizilganini. Akalar, bu yerda naqd 13 ta 200 kvadratlik katyolarimiz bor. Ko'ring, rangidan qora, qizil, har xil rasyotkasi bor akalar. Kelinglar, ko'ringlar. Yana bir marta aytaman. O'zingizlar xohlagan stilda, xohlagan rangingizda chotkilab chiqarib beramiz akalar. Mana qaranglar, terib qo'yganmiz-ku aka. Bitta ko'rib baho berib qo'ying. Xo'p, bularimiz orqa kitobsiz oddiy fason. Bular 300, 200 hamda 150 kvadratli katyolarimiz bu yerda. Hop, akalar, keyingi videomizda xudo xolasa bularning narxlari bilan Y'dan Egacha chotkilab usta akamizni shu yerga olib kelib, eng zo'r videoni qilishga harakat qilamiz akalar. Buning uchun siz bizga obuna bo'ling, like, komment, qo'llab-quvvatlang. Rahmat akalar hammalaringga.